Hammaga salom do'stlar, mening ismim Frank va xush kelibsiz yangi videoga. Iltimos do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar, chunki bu juda ham muhim narsa. Endi yangi yil oldi va ertaroq nima desam keyin, shunchaki polizlarimizni yig'ishtirib olishimiz kerak. Ha do'stlar, o'sha tuma ham paydo bo'lib boshlabdi. Kelinglar endi yig'ishtirib olamiz. Bularni yig'ishtirib bo'lgandan keyin nima desam keyin, bu nima bo'ldi? Yaxshi, sabzi yig'ishtirib olgandan keyin ekmay qo'yaveramiz, chunki nima desam keyin, shunchaki bularni eksak yana yig'ishga to'g'ri keladi va qishda bu o'smaydi ham va o'shaning uchun ekmay qo'yaveramiz. Bularni ham olamiz. Yaxshi, yaxshi. Stop. Bu kim bo'ldi yana? Ekman dedim. Mayli. Hozir yoniga borib ko'ramiz, bratan. Hozir narsalarimizni qo'yib olamiz va nima desam keyin, shunchaki bratni oldiga boramiz. Bugun nima desam keyin, o'lik olish kuni va umid qilamanki, mer menga pulimni beradi. Qani, assalomu alaykum, brat, yaxshimisiz? Ashkilani taqib olib, cho'tku. Salom. Bu nima endi, bu sirkmi nima? Omadsiz show. Ha, qanaqa omadsiz show? Shunchaki bu o'yinni o'ynasang, nima desam keyin, shunchaki bir omading keladi, bir omading kelmaydi. Yo'q, yaxshi. Bo'pti, hozirroq kelaman oldingizga. Bo'pti. Assalomu alaykum, mer, yaxshimisiz? Salom. Bugun oylik olish kuni, taxlab qo'yganman. Uni ochib ko'raver. Xo'p. Yaxshi, rahmat, mer. Bo'pti, damingni olaver. Xo'p. Juda ham yaxshi oylikni oldik va juda ham yaxshi. Buni endi uyga borib qo'yamiz va stop. Brat, buni hozir o'ynasam bo'ladimi? Ha, lekin nima desam keyin, 64 izmirut bo'ladi. Nima? Izmirut bo'ladi, 64 ta izmirut. Ha, yo'q. Do'stlar, agar o'ynasam hozir bundan 10 stak izmirut chiqsa yoki bir mashina chiqib qolsa-da. Mayli, tavakkal. Men o'ynayman. Pulingni ko'rsat boshida. Mana. Sandiqqa sol. Yaxshi. Endi ochaveraymi? Xohlaganingni och. Birinchisi halol, davay. Hech nima yo'q-ku. Bu nima? Suyakmi? Brat, o'yin qilmay qaytaraman pulimni. Qanaqa suyak? Bu o'zing o'ynading-ku. Shu kartoshka buningiz hozir orqangizga qo'yaman, qaytaring pulimni. Yo'q, xohlaganing qil. Bu nima desam keyin, qonuniy bo'ldi. Qanaqasiga qonuniy? Bo'pti, hozir yana kelaman men o'ynashga. Bo'pti. Jilursa yutqazib bitta suyak chiqib o'tiribdi-ya. Mer. Nima deysan? Menga yana bitta 64 izmirut bera olmaysizmi? Nimaga? Omadsiz shovni o'ynamoqchi edim. Yana yutqazib qo'ydim boshida. Yo'q, o'ynab o'tirma, yutqazasan baribir. Yo'q. Balki yutaman. Siz qayerdan bilasiz? Yutsam agar 3 sat qilib qaytaraman. Bo'pti, olaver. Yaxshi. Jin yutkayman, iltimos, brat. Nima deysan? Keldim men yana, mana 64 ta. Ochsam bo'ladimi? Ha, ochaver. Qaytini ochsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Davay. Yo-mayo. Brat, dushi rahmat. Aytgandim o'shanga, bir omading keladi, bir omading kelmaydi deb. Rahmat brat, dushi. Do'stlar, o'rnisini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Davay, merga pulini beramiz. Janob mer,
Nima deysan? Shunchaki nima sangan pulingizni olib keldim. Yutdingmi? Ha, yutdim. Tak, mana mayli, yana bitta stakka ko'paydi pulim. Bo'pti, ta'minol. Yaxshi, rahmat. Tushunarli. Tak, yana bitta o'ynab yuboraymi ekan, ha? Davay, yana bitta o'ynab yuboraman. Brat, men yana bitta o'ynayman. Mana bir stak bo'l. Davay. Men orzuyimdagi kompyuter. Yo, bo'pti. Hozir buni keyinchalik hozir olib borib ko'rmasam bo'lmaydi. Tak. Juda ham qizib ketyapman. Davay. Tak. Bu notebookni endi bizga keragi yo'q va buni sotib yuborsak ham bo'ladi. Tak, buni o'rnatamiz va tak, hozir buni o'rnatsak, o'rnayman, yur, to'xta. Tak, ha, bo'ldi. Endi buni bu yerga, juda ham yaxshi. Endi meni o'zimning shaxsiy kompyuterim bor. Mana bu notebook kredit edi. Mayli, uni sotib yuboramiz. Tak. Brat yana bitta o'ynayman va shu oxirgisi bo'ladi. Ha, o'ynaver, o'zing bilasan. Tak, endi davay. Yo, brat, nima qildingiz? Davay, yana. Yaramas. Bu nima bo'ldi yana? Hammasini o'chaverma. Xo'p, bo'pti. Bu elixir nima? Bu sherni qonidan tayyorlangan va itni bir narsasidan tayyorlangan ichimlik. Buni ichsang kuchli bo'lib ketasan. Yo'q. Buni narxi 2 tak izmirot. Buni ichsang kuchli bo'lib ketaman. Mayli, sotib olaman, bo'pti. Mana buni ko'tingizga tiqib qo'ying, xo'pmi? Unaqa hazil qilmadi. Xo'p, mana ikkita nima edi? Ikkita xullas izmirot solim. Endi bu qaytaring notebookimni. Endi bu menikimi? Ha, xohlaganing qil. Tak. Bunaqa narsalarni uyning ichida qilish kerak, chunki bo'lmaydi. Buni ichib ko'ramiz. Nima bo'ldi? Hech qanaqa quvvat, energiya, kuchni sezmayapman-ku. Yaramas. Bu yaramas. Uni uxlatib ketdim, men pullarimni 2 stak izmirotda. Berkeling, brat. Nima deysan? Berke o'ynayman.